Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Mana bu kanalimiz yopilib ketuvdi. Boshqatdan chiqaryapmiz. Shuni yana eslatib qo'yaylik. Avvalgi kim? Mana 2050 ta podpischisi bor Antikazzob kanalini bloklab qo'yishdi. Bu haqiqatni gapirganim uchun yahudlar shuni bloklab tashladi. YouTube yahudlar degan. Sizlar bilasizlar shuni. Bütün dünyadagi informatsiyani o'zlariga egallab olgani uchun o'sha informatsiyani o'zinikini tarqatib, najas tuzumini maqtab, mana biz o'zimizni tuzumimiz qanday bu insoniy ekanligini, Allohning dini bilan hukm qiladigan bittagina odam nima baxtli bo'lishini yetkazib berish imkoniyatimiz cheklanib qolgan. Mana shu to'g'rida gapirganim uchun mana nima bo'ldi, blokировка bo'lib qoldi. Shunga kim bo'lsa ham mana ko'rgan bo'lsa boshqalarga yetkazib qo'yinglar. Antikazzob avvalgi kanali nima bo'lib qolgan deb shunaqa nima qilibdi deysizlarda, blokировка bo'lib qolibdi. Boshqatdan podpiska bo'lib shu kanalni yana ko'tarishga harakat qilaylik birgalashib deb aytib qo'ysalar. Mana nimada pivo nimasi bo'ldi-yu, festivali degan. Shunda hamma odam chiqib gapirdi. Faqat kim gapirmadi desang, uni gapirmagan odam shu nimalar bo'lishdi. Domlalar. Shunaqa tilini qisib turib qarab turishdi-da. Sababi haqiqatni aytay desa qo'rqishdi. Yolg'on gapirishga uyatishdi. Bu safar uyatib qoldi yolg'on gapirishga. Bitta nimada telefonda qandaydir bir tushunchasiz narsa paydo bo'lib qolibdi. Shuni qarab qo'ydim. Shuni mana bu domlalar bittasi ham chiqolmadi. Bitta mana Abror. U ham shu men bilasizlar, ularni to'ng'iz deyman. To'ng'izda bu to'ng'izda 1000 to'ng'izdan iflosda. O'sha to'ng'izda iflos mana qo'ygan 2200 tasi chiqib shuni maqtagani, shuni tarafini olgani betishi demadi. Shunchalik iflos bo'lsa, mana u chiqdi. Mana bu yerda bir ahamiyat berib ko'rib eshitsanglar, uni shuni tarafini olganini bilib olasizlar. Eshitib turinglar. Jamiyatida o'zini xohish ixtiyori bilan yashayotgan odamlar, ular nimadir tashkiliy ishlarni qilsa, ularning ishlariga musulmonlar qo'shilmaydi. Kimdir kelib so'rasa, qo'shilma deydi. Domlalar shu ishni qiladi. Qarang. Bu yerda nima deganini tushunmagan bo'lsalar, sizlarga sakkin aytib tushuntirib beraman. Mana pivo festivali bo'ldi. Shuni qanday deysiz desa, bu narsa albatta harom. Odamlarga haromligini yetkazish kerak. Endi bunga boshqa domlalar qo'rqdi chiqib gapirgani. Buni halol deyishda hech iloji yo'q-da. 150 mingta o'shaga yoshlarda, ayniqsa insoniyatni kelajagi bo'lgan 14 yoshar qizlar kelibdi o'shaga. Yarim yalang'och, harining ichib olib, mos bo'lib kechasi qa'dala qolib ketganini Xudo biladi. O'shanda aytdi-yu, ko'pchilik bolalari kechasi uyga kelmasdan qidirishibdi deb. O'shalar bilan juftlashib qaytib ketgan bo'lishi ham mumkin o'shalar. Endi shuni ko'rdinglar, hamma chiqib la'natladi. Hamma buni iflosligini aytdi. Har kim qo'ldan kelganicha. Ba'zi birovlar yashirinroq gapirdi, boshqasi ochiq gapirishdi. Gapirganlarda mana militsiyaga o'sha zahoti olib borib, ularni rosa taqalab tavba qildirishdi. Shu haqiqatni gapirgan uchun o'shalardan. Endi xuddi shu mahalda uni teskarisi paydo bo'ldi. Ya'ni bitta odam musulmon farzandiga shu Qur'onni o'rgatayotgan ekan, farzandi uni chiroyli qilib qiroat qilishni o'rganibdi. Shu qiroatini Instagram deb qarganmi? Shunga chiqargan ekan, sen Allohning Qur'onini tarqatyapsan. Sen dushmansan bizni deb turib, olib borib sud qilib, o'sha telefonni musodara qilib, unga jarima soldi qarang. Shuncha ifloslik qilishni tayyorlagan, shuni taqrib qilgan, ya'ni propaganda qilgan. Boshimizda tog'ut u to'g'ri ish qilyapti ekan. O'shancha bolalarni buzyapti. Yoshlikdan shu inson yoshlikdan yo
u yoq yo bu yoq bo'lib qoladi. Yaxshi tarbiya ko'rgan bo'lsa, u albatta elga ham, islomga ham foydali inson bo'ladi. O'sha maqda buzilib qolsa, bu insoniyatga ham, dinga ham eng katta zarar yetkazadiganlar o'shalar bo'ladi. O'shalardek qilib buzib tayyorlash uchun boshimizda turgan tog'ut o'sha bayramni uyushtirdi. Undan avval ham uyushtirgan. Eplab shuni buzish kerak. Buni kim nima uchun bo'lyapti desa, bu nima dunyoni boshqarayotgan hozir Yahud shu mana u musulmon davlatlarda 57 ta musulmonlar yashaydigan davlat bor. Shu davlatlarda kamida 50 tasini o'zini odamini qo'ygan. Yahud sifat. Bunday shaxsiyatda uni turishi musulmonga o'xshaydi, lekin uni qalbi Yahud sifat bo'lib qo'ygan. Shuning uchun Yahudga xizmat qilgani uchun Yahud uni qo'llab turadi, ularga imkoniyat yaratib beradi. Agar buyrug'ini bajarmasa, o'sha zoti yo'q bo'lib yoradi. Shuning uchun bularga nimaga buyurildi? Shu odamlarni buzinglar. Sababi butun dunyodagi mana bu g'ayridinlar buzilib shu ahvolga yetdiki, ular hayvondan 1000 barobar nima pasib ketdi. Bir qilgan iflos ishini yashirib qilib o'tirmasdan ochiq qilib qo'ysa, shu darajada hayvoniy bo'lib ketdiki, shu bilasizlar, hayvon bir-biriga qo'shilganda bir bekitib o'tiray demaydi, u hayvonda. Bular shu qilgan iflosligini maqtab ko'tarib chiqyapti. Ular mana bu hayvon qilmagan ish. Shu inson, erkak inson shu zakarini og'zi bilan so'rib turganlar shular. Shuni chiqib mana bunda hozir nimalar chiqaryapti. Nimalar mana videolar. Chiqib shuni maqtab, undan qanaqa qilib lazzat olayotganini, undan qanaqa lazzat olishni, uni qanaqa qilib mana bu so'rish kerakligini chiqarib ko'rsatib ko'rib. Kimlar ular desak, o'sha g'ayridinlar. Bizda musulmonlar ichida ham chiqyapti. Mana nima ham hali nima Jasmin degan chiqib aytayapti-yu, maqtanib. Ha, yuribmiz cho'chaqshimib deb. O'shani hozir mana bu davlat miqyosiga yetmadi-yu, yaqinda o'sha davlatda televideniyalar ham ishini bemalol chiqaradigan bo'lib qoladi. Hozir shunaqa buzuqchilik qilib ular tugayapti. Shu tugayotganini bilib qolib kofir. Bizni ham shu o'zlaringiz bilan birga olib ketishga harakat qilib shu yetalayapti. O'sha propagandasini yurgizyapti. Bizni buzish uchun har bir narsani qilishyapti. Tasavvur qilinglar, o'sha jinkash ishni qilganini yashirmasdan maqtayapti. Shuning uchun bizni buzish uchun mana shu pivo festivallar, boshqalar, mana konsertlar chiqyapti, ko'ryapsizlar. O'zbekning qizlari yarim yalang'och. Naki mana bu nimada mana nima o'zbeklarda nimalarida raqsga tushganda erkak ayol bir-birini shu rosa quchoqlab o'yinga tushmaydi. Sal bunday turib endi o'yinga tushadi-da. Endi o'shalar boshqa millatlarning kiyimini kiyib o'yinga tushyapti. Ularda qanaqa bo'ladi? Ular shunaqa quchoqlab, ko'tarib, aylantirib shunaqa tansiga tushadi. Bir-biri bilan haligi nimaga yopishib qolgan, kley bilan yopishib o'yinga tushadi. O'shalarni chiqaryapti. Uni odamlar norozi bo'lib, nimaga buni Ozodbek shunga qaramayapti, unaqa bunaqa deb undan ko'ryapti. O'sha artistlarni so'kyapti. Lekin uni boshimizda turgan tog'ut o'zi uyushtirayotganligini, unga tevadan Yahuddan buyruq kelganini aytisha olmayapti. Shuni men aytayapman. Shuning uchun kanalim mana sentyabrdan keyin bir 15 ta kamida kanalim yopildi. Birdaniga 3 ta tutdi, bir kunda 3 tadan yopilgan bo'ldi. Keyin bir kunda bittasi yopilsa, ikkitasi nima bo'ldi? Bloklandi. Shunaqa to'xtovsiz davom etyapti haqiqatda. Shuning uchun meni kanalimni ko'rib, iloji bo'lsa boshqalarga ham yetkazishga harakat qildilar. Sababi ular shunchalik menga qarshilik ko'rsatishni boshladiki, imkonimni juda pasaytirib yuborishdi. Mana bu bundan qancha 2 haftamikin avval kanalim yopilgan. 2 ta kanalim ограничение deb qo'ydi. Odamlarni kirmaydigan, juda kam odam kiradigan qilib qo'ygan. Mana bugun endi shunday ichida eng ko'p nima bo'lganda podpischilar 55 mingta bo'ldi. Shuni yo'qotdi. Undan keyin 14 mingta bo'lganda yo'qotib tashladi. Keyin 10 mingga yetmasdan turib yo'qotib tashladi. Keyin hattoki 1000ga yetmasdan yo'qotib tashlashyapti. Mana hozir bu safar uchun yaxshi ketdi. Qisqa vaqtda 2050 ta bo'ldi.
3 haftadan keyin yaxshi ishladida kanal. Shundan keyin yo'qib ketdi. Mashinaga men podpiska bo'lib nima qildi? Mana ko'rdinglar, men nimada Iblos pidaras nima aytyapti? Mana u Abror. Bizni yurtimizda shunday odamlar bor, shuni ichishni xohlaydi deydi. Ularni qilgan ishiga aralashmaymiz deydi. Axir biz o'sha qanaqa ibloslikni qilsa, qanday aralashmaymiz? Qanday uni to'xtatmaymiz? U ularni ishi deb turib shuni oqlab beryapti. Shuning uchun mana bu nimada inson bizda hozir dinsizlik juda kuchaydi, haromxo'rlik kuchaydi. Buni domlalar o'zi chiqib, mana endi odamlar buzilib ketyapti. Axir ularni to'g'ri yo'lga chaqirish ularning vazifasi edi-ku. Ular vazifasini bajarmagani uchun shunday bo'ldi. Yo'llar pachaqich bo'lib ketadi nimaga? Uni yo'lni toza nima remont qilib turadigan, ta'mirlab turadigan odamlar ta'mirlamay qo'ysa shunaqa bo'ladi-da. Yo bo'lki shu mashina mana bu yo'lda avariya bo'lib ketishi mumkin. O'sha mashinaning tormoz ko'rsaklarini, balonlarini shu qarab yurish kerak edi. Shundan bo'lyapti. Ya'ni o'shani haydab ketayotgan odam sabab bo'lyapti. Shuni singari bizni buzilishimizga hozir mana bu 2200 ta mana muftilar, qozilar, imomlar sabab bo'lyapti. Shuning uchun men ularni to'ng'izlar deb chiqaman. Bundan keyin ham to'ng'izlar deyman. Alloh taologa borganimda men to'ng'izlar deganimdan to'ng'iz deyapman, to'ng'izdan iflos deyapman. Alloh o'shanda meni so'zimni tasdiqlaydi. Bularda shuning uchun bulardan ehtiyot bo'linglar. Bular yetalagan yo'lga boradi yursalar, ularda boradigan joy do'zax o'zingizlarda ham olib ketib qolishi mumkin. O'sha Qur'onda oyat bor-da. O'sha musulmonlar do'zaxga tushadi shularga erchigan. O'shanda sababini bilishadi, o'shaga erchigan. Ey Alloh, o'sha bizni adashtirganlarni azobini 2 barobar oshirib, uni bizga bergan ayog'imizni tagiga olib ezaylik dedi yonayotganda. Alloh o'shanda aytadi. Ularga emas, yana emas, senlarga ham 2 barobar qilaman. Ikkoving ham o'sha do'zaxda shunday kuyasan deydi. O'sha ahvolga tushmaslik uchun hozir o'sha to'ng'iz nima iblisni malaklariga erishmasdan to'g'ri yo'ldagi odamlarga erishiladi. To'g'ri yo'ldagilarda katta qismi turmada, qolgani hijratda bo'lsa, o'sha yerda yashirincha olib ilm o'rgatadiganlar bor. Shuni qidirib topib o'sha ilmni olsanglar, Xudo xohlasa o'sha do'zaxdan qutulib jannatga kirib qolamiz. Hammamizni Alloh jannatda uchrashtirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.